Selam cemaat, Selam cemaat, Eyda Online proyektinde Easy Tatar topşıruğun devam etemiz. Nihayet kilesi çıkarılır. İsiminden ko'rganingizcha, bugungi video internetda qo'llaniladigan so'zlar turida bo'lajak. O so'zlarning qay birisi balki hali sizga tanish tugildir. Tik qo'rqib qolmag'iz. Ko'nikmagan aybiga shulay seyir bo'lib tuyuladi endi u. Yaray, ishga kirishik. Sotsial shelter. Mana sen. Sen. Kunida necha soat onlayn bo'lasan, aytadi menga. Shuning ko'p bilishing sotsial shelterlar olib turadilar. Ana ol bir to'xtovsiz yozmalar, layklar, yozishuv, hikoyalar. Durust eshitdingiz. Stories tugul, hikoyalar. Kim aytmishli storiesga voy hikoyalaringga tushirmisha qolsang, u hal bo'lmadi degan so'z. Shunday. Masalan, qara hikoyalarda bir qiziq filtr topdim. Ko'rdingmi sen yana? Storiesda deysingmi? Hikayalaringda Totarsha siylash. Aytganimcha, sotsial shelterlarda gil yozishib turamiz. Shunday. Mana u do'stingizga bergan tekst nechga o'tadi? Kim biladi? Bilasizmi? Bilmasang, mana xabar. Masalan, yo'q, sen mening xabarlarni gil o'qiysan-da, javob bermaysan. Endi ignor o'qaman, anlamayman. Ignor tugilla endi. Men bu tekshnikda shulay aytaman. Tega oshiq-pishib javob berasiz kelmaydi. Yaxshilab o'qib sening xabaringni o'ylab. Mana u xabarlarni jibarish uchun bilasizmi narsa kerak? Albatta, qiymasar. Masalan, sen har totar harflarini o ular bilan almashtirib yozishni to'xtatali. Aytamsan, Bulat Shaymining bir videosini jibaraman. Onda Androidga bir o'ng'ayli totarsha tuymasarni necha kirtasini o'rgatadi. Jibaraymi? Demak, kelasi so'zga ko'chamiz do'stlar. Ular bo'lsa yozilishi. Bilganingizcha, yozilishlar ko'proq bo'lgan sayin hikoyalarni-da ko'proq kishi qaraydi. Shunga ko'ra biz bloger va vlogerlar ko'proq yozilish yaratamiz. Ya Bulat, necha podpishing necha yozilishing bor so'ng endi. Necha yozilishing bo'lishi muhim tugul. Eng muhimi salomatlik. To'xtali. Kim yozilishini to'xtatganingda tag'in. Kechagina menda 55 yillar bit. Shuningda yozilishlar muhim, chunki ular bo'lmasa, qorovlar bo'lmas edi. Sahifa bizga biror video kiritgandan so'ng aning necha qorov yig'anini kuzatib turarga yaratamiz. Shunday bitindi. U bitinda jonga rahat keltira, yurakni tezroq tebarga majbur eta. Sen ko'proq qorovlar yig'an sayin o'ngishliroq degan so'z. Yo'q. Hali yangog'idan tag'in bir so'zni aytdim. Sezdingizmi? Sahifa. Hozir endigina qiziqli totarsha sahifalar yo'q. Nektar yozilishlarigina oz. Videosini yozib qoldirasiz hali totarsha kontentni nechik populyar etarga. Sahifalarga smartfonimizdan kirilish uchun narsa kerak? Durust, qo'shimcha. Ular ko'p turli bo'ladi, ham biz kundalik ularni doimiy ravishda qo'llanib turamiz. Shunga ko'ra bu so'z hech shaksiz foydali bo'lacak. Masalan, mana shu qo'shimcha yordamida tanishliqda endi biz uning bilan. Menda o'ng'a sipadim. Menda yuklayman shuni, necha vaqt oladingiz yana? Shulay aytib, kelasi so'zga ko'chamiz. Ular bo'lsa yuklav. Buni da biz hech qanday ishlaymiz. Film qarov, muzika tinglav, qo'shimchani qo'llanish uchun ana boshda yuklarga kerak. Skash aytib bitirdingmi endi? Tezroq qaraysiz kelar. Yo'q, yuklab bitirmadim hali. O'zingning internetini taratsang, balki tezroq bo'lar. Mana siltamasi bo'lmasa, birinda yuklab bo'lmaydi. Masalan, Babay, internetda tilasa qaysi siltamaga bosarga yoramay, unda oldovchilar ko'p. Mana senga biletlarmi so'ngda millionmi? Yari, aliga shular edi. Internet qo'llanganda tag'in biror bilmagan so'zing kelib chiqsa, Google it. So'z o'ng'ayidan Eyda Online proyekti totar tilida asarlar o'qishga taqdim etadi. Saytda totar klassikasida chet el asarlarining tarjimasida bor. Kitobxonaga borib turasiz yo'q, saytni ochasizda o'qiysan. Shunda o'q audio kitobi da bor. Ishonmasangiz, o'zingiz kirib qarag'iz. Siltamasi ostda. Yaliga video tamam. Eyda Online bilan totar tilingizni komillashtirig'iz, do'stlaringizga da kengash etingiz. Siltamalar ostda. Sog' bo'lasiz. U tekst nechika bergan ayta yozdim, yo'q. Do'stlaringiz stories tugil. Yo'q, sen menim Am I funny enough for you guys? Bo'ldi.